tazarruda turibdi. Guvoh bo'linglar, bular nima bo'ladi bugun? Onadan tug'ilgandek bo'lib, begunoh bo'lib chaqaloqdek chiqib ketadi. Haj qilganlar bormi oranglarda? Niyat qilaylik. Niyat qilaylik. Aksarimiz qilmagan, endi ozchilik qism qilgandir. Alloh subhanahu taoloning farzlaridan 5-farzi bo'lgan hajni qilmasdan bu hayotdan o'tmaylik. Haj qilishlik mablag'i qimmat, ko'p pul ketadi, to'g'rimi? Navbat bor. So'ravering. Uy qurish uchun oz pul ketyaptimi? Uy solganmisiz? Chakana pul ketadimi? Ha? Mashina olish uchunchi? Farazanda to'y qilish uchunchi o'g'il uylab qiz chiqarganmisiz? Oz ketadimi? Ha? Ikkinchi xotin olish uchun oz ketadimi? Ko'p ketadi. Ko'p ketadi. Hozir bo'lma iPhone olib bermasang tegmaydi ikkinchilari. Misol tariqasida bir hazil toifa qilib aytib qo'yapman o'zi buni. Ya'ni har bir narsa xarajatni ustidan nima uchun endi hajga kelganda pulga ko'p deb hisoblaymiz? Haj, onadan begunoh bo'lib qolishlik oson bo'ladimi? Albatta qiyin bo'ladi. Ona mashaqqat, qiyinchilik, yillab to'playmiz, navbat kutamiz. Shoyat shu yerga kelib, "Ya Robbi" desak, duolarimiz ijobat bo'lib poklanadi.